Yaqinlar Kia Rio Solaris 1.4 gidrik motor. Sep mitkasini ko'rsatib o'tacakman. Üstündeki mitkasi bunda duradi yine. Bu ptichkada bundaki bilan chetdagi ptichkada duradi. Bunda ham ne o'tgan bo'ladi, poloska. Bugunniminki şu motor normalniy chista. Etapi bu birinchi qo'yiladi, bu ikkinchi qo'yiladi, sep qo'yiladi. Bu keyin buni chiqarib olsa bo'ladi. Hozir kalyamal mitkasini ko'rsataman. Kalyamal mitkasi. Ko'p seplarda masnasuzdan mitka bo'ladi. Biz onu bakovga qaratib qo'ydik yonboshqa. Stopurni olsa bo'ladi. Qoladi joyida. Shu qoldi hammasi. Qatib tashlasa bo'ladi.